هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Saba tefsiri 1. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlığa İbn-i Kethir Rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri, Uygurca tercümesi Saba suresi 1. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Sure Saba Mekke'de nazil bolgan 54 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Cemi hamd sana Allah xastır. Asmanlardaki ve zemindeki hemme nerse Allah'ın mülkidir. Ahiretteki hamd sanamu Allah xastır. Allah hikmet bilen iş kılgıcıdır. Hemmeden haberdardır. Allah ziminin qoyniga kirib ketadigan, yani yağmur, kan ve ölüklerge o'xshash narsalarni zimindan chiqadigan o'simlik, buloq ve quduqlarning suvlari qatorliq narsalarni osmondan tushadigan farishta, yağmur, ajal, rizq qatorliq narsalarni osmonga o'rlaydigan yaxshi amallar, maqbul duolar qatorliq narsalarni bilib turdi. Allah bendilerge nihayeti mehribandır. Tevbe kılgıçılarını nihayeti mağfiret kılgıcıdır. Barlık hamd sana ve gayibni biliş Allah Teala'gılı has ikenligi doğrusida. Allah Teala bu ayetlerde özünün ulug' zatıdan ve dünya ahiretteki barlık medhiye ve zikirlerinin fakat özügüle has ikenligidan haber berdi. Çünkü o dünya ahiret ehli için nimet ata kılgıcı ve rahmet kılgıcıdır. Dünya ve ahiret ehlinin egisidir. Onun hemmesiga hüküm kılgıcıdır. Allah Teala bu vakti mundaqdaydi. O Allah'tır. Onundan belek hiç ma'bud berhaq yoktur. Dünya ve ahirette cemi hamd sana Allah'a mensuptur. Hüküm çıkarış Allah'a mensuptur. Sizler Allah'ın dergahına qaytırılısılar. Cemi hamd sana Allah xastır. Asmanlardaki ve zemindeki hemme nerse Allah'ın mülküdür. Yani barlık nesile Allah Teala'nın mülküdür. Onun kullarıdır ve onun başkuruş astıdır. Allah Teala bu vakti mundaqdaydi. Dünya ve ahiret şek şübhisiz bizden ilkimizdedir. Ahiretteki hamd sanamu Allah xastır. Yani Allah Teala mengü ibadet kılınğıcı ve medhilengiçidir. Allah sözleri de, işleri de, şeriatı de ve barlık neslerini takdir kılışta hikmet bilen iş kılgıcıdır. Hemmeden haberdardır. Yani Allah Teala'ga hiç qandaq nerse yoşurun bulmaydı. O hiç nersini bilmey kalmaydı. Malik Zuhri'nin mundaq degenlikini rivayet kıldı. Allah Teala mahlukatlarının ahvalından haberdardır. Hikmet bilen iş kılgıcıdır. Allah ziminin qoyniga kirib ketadigan, yani yağmur, kan ve ölüklerge o'xshash narsalarni zimindan chiqadigan o'simlik, buloq ve quduqlarning suvlari qatorliq narsalarni osmondan tushadigan farishta, yağmur, ajal, rizq qatorliq narsalarni osmonga o'rlaydigan yaxshi amallar, maqbul duolar qatorliq narsalarni bilib turdi. Yani Allah Teala ziminning bulung pushqoqlarigacha yaqqan yağmur tamçılarının, terilgan uruqning ve ziminde yoşurulgan hemme narsaning sonini bildi. Zimindan chiqadigan narsaning sonini ve sifatlarini bildi. Osmondan tushadigan farishta, yağmur, ajal, rizq qatorliq narsalarni osmonga o'rlaydigan yaxshi amallar ve uningdan boshqa narsalarni ko'rib turdi. Allah bendilerge nihayeti mehribandır.
tavba qilg'uvchilarni nihoyatda mag'firat qilg'uchidir. Ya'ni bandalarga nihoyatda mehribondir. Ulardan osiylik qilganlarni jazolashga oldirib ketmaydi. Tavba qilg'uvchilar va tavakkul qilg'uvchilarning gunohlarini mag'firat qilg'uchidir. Kafirlar bizga qiyomat kelmaydi deydi. Aytqinki, undaq emas. Rabbim bilan qasamki, qiyomat sizlarga cho'qim keladi. Alloh g'aybni bilguchidir. Osmonlardagi va zimindagi zarrachaqiq narsa Allohdan yiroq emasdir. Uning, ya'ni zarradan kichikroq narsa bo'lsin, cho'ngroq narsa bo'lsin, lavhul mahfuzda xotirlanmagini yo'q. Ularning lavhul mahfuzda xotirlanishi iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni mukofotlash uchundir. Ayni shular mag'firatga va esil rizqqa erishadi. Bizning oyatlarimizga kuchining bericha qarshi turganlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Ilm berilganlar, ya'ni sahobalar va keyingi amal qilguvchi ulamolar sana Rabbing tarafidan nozil qilingan Qur'onning shubhisiz haq ekanligini, insonlarni g'olib hamda sanoga loyiq Allohning yo'liga boshlaydiganligini biladi. Har bir odamning amaliga yarasha mukofotlanishi va jazoga tortilishi uchun qiyomatning cho'qim keladiganligi to'g'risida. Bu oyat Alloh taolaning payg'ambar alayhisalomni qiyomatning bo'ladiganligi to'g'risida buyuk Rabbining nomi bilan qasam qilishga buyurgan 3 oyatning biridir. Qur'onda bu oyatga o'xshaydigan 4-chi bir oyat yo'q. Kafirlar va haq bilan qarshilashuvchilar qiyomatni inkor qilganligi uchun Alloh taolo payg'ambarini uni isbotlab qasam qilishga buyurdi. Bu 3 oyatning biri sura Yunusdagi ular sendan u, ya'ni va'da qilingan azob o'lgandan keyin terilish rostmi deb so'raydi. Sen, Rabbim bilan qasamki, u albatta rostdir, sizlar hech qutula olmaysizlar degin. Ikkinchisi, mush suradagi kafirlar bizga qiyomat kelmaydi deydi. Aytqinki, undaq emas. Rabbim bilan qasamki, qiyomat sizlarga cho'qim keladi degan oyatdir. Üçüncüsü Sure Tagabun'daki Allah Teala'nın kafirlar hergiz terildirilmeymiz deb guman qilishdi. Aytqin ki hergiz undaq emas. Rabbim bilan qasamki sizlar cho'qim terildirilsizlar. Ondan sizlarga qilmishinglardan xabar berildi. Bu Alloh osondir degan oyatidir. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Aytqin ki undaq emas. Rabbim bilan qasamki qiyomat sizlarga cho'qim keladi. Ondan Alloh taolo qiyomatni uning bo'lishini ta'kidlaydigan va uni jazmlashtiradigan narsalar bilan sifatlab mundaq deydi. Alloh g'aybni bilguchidir. Osmonlardagi va zimindagi zarrachaqiq narsa Allohdan yiroq emasdir. Uning, ya'ni zarradan kichikroq narsa bo'lsin, cho'ngroq narsa bo'lsin, lavhul mahfuzda xotirlanmagini yo'q. Ya'ni hamma narsa Alloh taolaning bilishining ichidadir. Alloh taolaga hech narsa maxfiy emasdir. So'ngaklar garchi chechilib, titilib, yo'qolib ketsa-mu, uning nega yo'qolib ketganligini Alloh taolo bilguchidir. Uni dastlabda qandoq yaratgan bo'lsa, shu holatiga qaytarguchidir. Alloh taolo hamma narsani bilguchidir. Ondan Alloh taolo jasadlarni asli holatiga qaytarish va qiyomatni maydonga keltirishdagi hikmatini bayon qilib mundaq dedi. Ularning lavhil mahfuzda xotirlanishi iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni mukofotlash uchundir. Ayni shular mag'firatga va esil rizqqa erishadi. Bizning oyatlarimizga kuchining bericha qarshi turganlar, ya'ni kishilarni Alloh taolaning yo'lidan to'sishga, payg'ambarlarga muxolifatchilik qilishga kuch sarf qilganlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Ya'ni qiyomatning bo'lishi Alloh taolaning
baxtlik mu'minlarga in'om ato qilishi badbaxt kofirlarni azoblash uchundir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ahli do'zax bilan ahli jannat qiyomat kuni barobar bo'lmaydi. Ahli jannat bo'lsa maqsadga erishguchilardir. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni yer yuzida buzg'unchilik qilganlar bilan o'xshash qilamdiq yoki taqvodorlarni fojirlarga o'xshash qilamdiq. Ilm berilganlar, ya'ni sahobalar va keyingi amal qilguvchi ulamolar sana Rabbing tarafidan nozil qilingan Qur'onning shubhisiz haq ekanligini, insonlarni g'olib hamda sanoga loyiq Allohning yo'liga boshlaydiganligini biladi. Bu qiyomatning bo'lishidagi yana bir hikmat bo'lib, ilgariki hikmatlar bilan bog'lanishli bordir. Bu hikmat payg'ambarlarga nozil qilingan kitoblarga ishongan mu'minlar qiyomatning qoyim bo'lishini, yaxshi kishilarning mukofotlanib, yomon kishilarning jazolanganligini ko'rgan chaqda, dunyodagi chaqlarida Alloh taolaning kitoblaridan qiyomat to'g'riliq bilganlarini o'z ko'zlari bilan ko'rdi deganlikdan iboratdir. Shu kunda mu'minlar mundaq deydi: Rabbimizning payg'ambarlari bizga haqni elib keldi. Mehribon Allohning va'da qilgani mushkun payg'ambarlar rost aytgan. Sizlar Allohning taqdiri bo'yicha dunyoda va qabrlarda qiyomat kuniga chiqaldinglar. Mana bu qiyomat kunidir. Ilm berilganlar, ya'ni sahobalar va keyingi amal qiluvchi ulamolar sana Rabbing tarafidan nozil qilingan Qur'onning shubhisiz haq ekanligini, insonlarni g'olib, ya'ni nihoyat kuchli, yengilmaydigan, cheklimiga uchramaydigan, balki hamma narsani boshqaradigan jami so'zlarida, ishlarida, shariatida va belgilamelarida hamda sanoga loyiq Allohning yo'liga boshlaydiganligini biladi. Ya'ni Alloh taolo ana shundoq ishlarning hammasida madhiga loyiqdir, buyukdir va yuksakdir. Kafirlar bir-biriga aytadi: Sizlar qabrlarda chirib tutma talang bo'lib ketgandan keyin cho'qim yangidan yaratilasizlar deb xabar beradigan bir odamni ko'zitib qo'yaylikmi? U Allohga yolg'onni to'qidimi yo u elishib qoldimi? Hargiz undaq emas. Oxiratga iymon keltirmaydiganlar azobda va cho'nqur gumrohlikdadir. Ular oldidagi va orqasidagi ularni o'rab turgan osmon bilan zaminga qarmamdi. Agar xohlasak ularni yerga yutqizamiz yoki osmonni ularning ustiga parcha qilib tushiramiz. Buningda Allohga qaytquchi har banda uchun albatta Allohning qudratini ko'rsatadigan dalil bor. Kafirlarning o'lgandan keyingi hayotlikni inkor qilishi va ularga berilgan raddiya to'g'risida. Bu oyat g'olib va buyuk Alloh taolo tarafidan Alloh taolaning bor va birligiga tong'uchi kafirlarning qiyomatning bo'lishini yiroq deb qaraganligi va ularning payg'ambar alayhisalomni qiyomatning bo'ladiganligidan xabar qilganligi uchun masxir qilganligidan bergan xabaridir. Kafirlar bir-biriga aytadi: Sizlar qabrlarda chirib tutma talang bo'lib ketgandan keyin, ya'ni jasadinglar tutma bo'lib tuproqqa chechilib, uningga tamoman orlishib ketgandan keyin cho'qim yangidan yaratilsizlar deb xabar beradigan bir odamni ko'rsatib qo'yaylikmi? Ya'ni shuningdan keyin terik holga qaytarilib rizqlantirilsizlar. Ular Muhammad bizga yetkizgan bu xabarda ikki ishning biridan xoli emas. U o'ziga Alloh taolo qiyomat haqida vahiy qildi deb Alloh taologa qasdan yolg'onni to'qib chiqdi. Yoki u Alloh taologa qasdan yolg'onni to'qimagan bo'lsa,
aqlidan ayrılgan ve ilişip kalgan kişilerdek sarang deyişti. Ne oldu billah? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Şuna ula mundaq dedi. U Allah'a yalganını tokudu mu ya u ilişip kaldı mı? Allah Teala ulağa reddiye berip mundaq dedi. Hergiz undaq emas. Ahiretki iman keltirmeydiganlar azapta ve çonqur gumrahlıqtıdır. Yani iş ula oylagandek yoki gumon qilgandekmi emas. Belki Muhammed aleyhisselam rastçıl, yaxshi ve to'g'ri yo'l ko'rsatkichi, haqiqatni elib kelgan kishidir. Ula yalğanchi, jahil, nadan kishilar bo'lib, ula azobda qoladi. Ya'ni kufrliq ularni Alloh taolaning azobiga dunyoda haq yo'ldan izib, cho'nqur gumrohlikqa qilishga elib bordi. Andın Allah Teala ularni o'zining osmonlarni va zaminni yaratishdagi qudratini ko'rsatadigan dalillarga diqqat qilishga buyurib mundaq deydi. Ular oldidagi va orqasidagi ularni o'rab turgan osmon bilan zaminga qarmamdi. Ya'ni ular nega yuzlansa, qayerga borsa, osmon ularning ustida soyibon bo'lib turdi. Zamin bo'lsa, ularning ostida yeyilib turdi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Osmonni qudrat bilan barpo qildik. Biz haqiqatan qudratlikmiz. Zaminni yaydik. Biz nima degan yaxshi yayg'uchimiz? Agar xohlasak, ularni yerga yutqizamiz yoki osmonni ularning ustiga parcha-parcha qilib tushiramiz. Ya'ni agar xohlasak, ularning zulm qilganligi ve bizning ularni jazolashga qilib tushiramiz. Ularni ya'ni agar xohlasak, ularning zulm qilganligi ve bizning ularni jazolashga qudratimizning yetadiganligi uchun ularga albatta shundoq azob qilgan bo'lardik. Lekin biz mehribon ve afu qilg'ichi sifatga ega bo'lganligimiz uchun ularni shundoq jazolashni kechiktiramiz. Buningda Allohga qaytquchi her bende üçün elbette Allah'ın kudretini gösterdiğin delil var. Ma'mar Qatade'nin bu ayetning ma'nosi haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni Alloh taolaga tavba qilguvchilar uchun albatta dalillar bor. Shek shubhisizki osmonlarning va zaminning yaratilishiga nazar solgan har bir aqlliq banda uchun Alloh taolaning o'liklarni terildirishga, qiyomatni qilishga qodir ekanligini ko'rsatadigan dalillar bor. Chunki bu osmonlarni mushundaq egiz va kengri yaratishga, zaminni mushundaq shaklda uzuniga yeyilgan va kengri qilib yaratishga qodir Alloh o'liklarni qayta terildirishga, chirib ketgan so'ngaklarga jon kirgizishga albatta qodirdir. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Osmonlarni va zaminni yaratgan zot ularning o'xshashini yaratishga qodir emasmi? U buningga qodir. Osmonlarni va zaminni yaratish albatta insonlarni yaratishdan ko'p qiyindir. Va lekin insonlarning ko'pchiligi buni uqmaydi. Biz Davud'a dergahimizden hakikaten fazl, yani peygamberlik, zabur, tağlarının ve kuşlarının boysunuşu, tömürünün yumuşak bulup berişi, savut yasayışını bildirişle ata kıldık. Ey tağlar, ey kuşlar, Davud bilen birlikte tesbih etinla dedik. Tömürünü Davud'a yumuşak kılıp verdik. Biz onunla ettik. Mükemmel savutlarını yasagın. Savutlarını yasaşta halqılarını bir-biriga tekşi qilgin. Ey Davud ailesidekiler, yaxshi ish qilinglar. Men haqiqatan sizlarning amallaringlarni ko'rib turguchiman. Allah Teala'nın Davud aleyhisselam'a ata qilgan ortiqchilik to'g'risida. Allah Teala bu ayette bendisi ve peygamberi Davud aleyhisselam'a ata qilgan ro'shan ortiqchilikdan ve onunla in'am qilgan narsalardan xabar qiladi. O artıqçılıqdan bo'lsa-mu, o artıqçılıq bo'lsa-mu,
Allah Teala onunğa peygamberlikni, padişahlıkni, sani köp, sərxil qurallanğan qoşundan ibaret nimetlerini bıraklı bəgənlikidən ibarettir. Allah Teala onunğa yıqımlıq avaz ata qıldı. O bu avaz bilen təsbih etqan çağda onun bilen müstəhkəm tağla, igiz çoqula qoşulup təsbih etətdi. Etigen akşamda uçup ketivatkan kuşlar onun avazını anlap bir az toxtab her xil tilla bilen onun cevap qaytıratdı. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. İmam Müslim'nin bir rivayetinde mundaq deb keldi. Peygamber aleyhisselam Ebu Musa Eş'ari radiyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivayet. Ebu Musa Eş'ari radiyallahu anhu'nun kechida Kur'an o'qiyotganligini anglab bir az toxtab turib, onun tilavatiga quloq solgandan keyin mundaq dedi. Ebu Musa Eş'ariga haqiqatan Davud oilasidagilarning yiqimliq ovozlari o'xshash bir yiqimliq ovoz berilibdi. Ebu Osman Ahdi mundaq deydi. Men Ebu Musa Eş'ari radiyallahu anhu'nun ovozidan chiroyliroq ne changning, ne dutarning, ne har qandaq bir sazning ovozini anglamadim. Subhanallah. Tömürni Davud'a yumşaq qilib berdik. Hasan Basri, Qatada, A'mash ve başqalar Davud aleyhisselam tömürni o't qısalmaydı. Bolqi bilan soqmaydı. Belki onu qo'li bilan yiplarni ashgandek eshatdi dedi. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Mükemmel savutlarni yasag'in. Bu ayetin ma'nosi haqida Qatada Davud aleyhisselam insanlardan tunji qitim savut yasagan kishidir. Onundan ilgari faqat kangri bisliq qilishla bor edi dedi. Savutlarni yasashda halqalarını bir-biriga tekshir qilgin. Bu Allah Teala tarafidan payg'ambari Davud aleyhisselamga savut yasashni o'rgatish uchun berilgan ko'rsatmadir. Bu ayetni Mujahid halkının midirab qalmasligi uchun mix qaqmag'in, asan sunib ketmaslik uchun qo'pol qilib qo'ymag'in, uni o'lchamli qilib yasag'in deb tafsir qildi. Allah Teala sizlarga bergan ne'matga shukr qilish uchun ey Davud oilasidagilar yaxshi ish qilinglar. Men haqiqatan sizlarning amallaringlarni ko'rib turg'uchiman. Ya'ni sizlarni va amallaringlarni ko'rib turg'uchiman. Sözleringlarni anglab turg'uchiman. Manga uningdan hech narsa yo'shirin qolmaydi. Elhamdülillah. Yuqorida Sura Saba tafsiridan 11. oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.